Ko'pchilik ayollar yuz operatsiyasiga shoshqaloqlik bilan yotishadi. Tig' tagiga o'zlarini tashishadi. Ammo buni boshqa yo'li ham mavjud. Shu haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Ushbu videoni oxirigacha ko'ring, bunga sizga ideal yechimni topib beraman. Bu mononitlari hisoblanadi. Mononitlarning o'zi asli vazifasi nima? Teri tagida kollagen ishlab chiqarish jarayonini tezlashtirib berish, yuzni lifting effekt bilan ko'tarish va eng asosiysi nosogubkalarni fillerlarsiz ko'tarish va tekislash. Buning yordamida biz iloji boricha yosh ko'rinamiz. O'zbek ayollarining dahan qismiga har doim kuzataman, teri osilishi kuzatiladi. Mana bu shaklda. Dahan qismida teri osiladi. Mana shu teri osilmasligi uchun ham mononitlari yordamida terining tagiga karkas to'qiladi. Xuddi o'rgimchak to'ri to'qigan kabi buni zichligini, ya'ni buni ko'proq olganingizda uzoq muddatga, balkim bir umrga yetadi. Ba'zilarda bir umrga ham yetadi buning effekti. Ba'zilarda. Qachonki bir umrga yetmaydi buning effekti, yuzingiz quruq bo'lsa, kачествоsi past bo'ladigan bo'lsa, tez ajin tushadigan bo'lsa, kuperozlar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni muammoli teri bo'ladigan bo'lsa, vaqt o'tgandan keyin taxminan 2-3 yildan keyin, unda ham oy emas, yildan keyin sekin o'z kuchini yo'qotishi mumkin. Bu iplar to'g'ri terining tagida qoladi, lekin bu 6 oy 1 yil oralig'ida so'rilib ketadi. So'rilgan hisobiga bu mina kirgan joyda shiram qoladi. O'sha shiram teringizni qalinlashtirib beradi va kачествосini ko'tarib beradi. Bu nafaqat shiramlarga, yuz ko'tarishga, yuzni ozdirishga, balkim oqartirib, lifting effekt bilan yaltiratishga ham yordam beradigan protsedura hisoblanadi. Kosmetologiyaga kirib kelganimdan beri men eng yaxshi ko'rgan protseduram bu mononitlari bo'ldi. Chunki men shuncha izlansam, shuncha qidirsam ham imini mononitlarining zararli tomonini topolmadim. Faqat mononitlarning zararli tomonini topolmadim. Xo'p, bu qancha paytda, qancha miqdorda olsa ishlaydi degan kommentariyamda savollar ham ko'p keldi. Ushbu videoda bularga ham javob berib ketmoqchiman. Mononitlari yosh darajasiga qarab soni belgilanadi va teri holatiga qarab. Masalan, 25-30 yoshli qizlarimiz uchun taxminan yuz qismlariga 20 tadan 40 ta qo'yilganda ideal natija olasiz. 45-50 atroflarida 60 tadan 100 ta 150 tagacha olinganda ularda ideal natija bo'ladi. Ba'zilar aytadi, botoks oldim, siniqlarim yoyilmadi, botoks tez tashlab yuboradi. Shunaqa gaplarni ham ko'p eshitdim. Agarda botoks ta'sirini xohlamasangiz, 6 oydan keyin yana qayta qildirishni istamasangiz, uzoqroq menga muddatga turib berishni xohlayman desangiz, uning o'rniga mononitlardan foydalansangiz bo'ladi. Mononitlari yuz terisidagi siniq ajinlarni ham yoyib berish xususiyatiga ega. Lekin botoks bittada u siniq ajinlarni yoyib bera olmaydi. Sekin-sekin, etapma-etap oylar davomida, ya'ni 6 oyda olib yurganingizda o'sha ajin sekin-sekin botoks yordamida yoyiladi. Ammo mononitlarida esa qancha ko'p, bitta protsedurani o'zida qancha ko'p sonini olsangiz, shuncha o'sha siniq ajin tez yoyilib ketadi. Tez yoyiladi. Qisqa qilib aytganda, jay darajasiga tushuntirganimda, mononitlari terini tagida astar to'qiydi. Kiyimi tagida ham astar bo'lganda, kiyimi kачествоsi har doim zo'r bo'lib turadi. Terini tagiga ham xuddi shunaqa astar to'qilishi kerak. O'shandagina kelajakda ham yuzimiz osilib ketmaydi va ideal tarzda go'zal bo'lib turadi. Menga obuna bo'lib qo'ying, kosmetologiyadagi barcha protseduralarning minus va plyus taraflarini ochib boraman.